Bugun sizga diplomatik sotuvning yashirin kuchini ochaman. Sotuvchi bo'lmang, diplomatik ta'sir ustasi bo'ling. Sotuv bu faqat mahsulotni berib pul olish emas. Bu insonni tushunish, uning ehtiyojini sezish va unga o'z qadriyatlaringiz orqali yechim taqdim etish san'atidir. Diplomat esa shu ishni eng yuksak darajada bajara oladi. U odamni majburlamaydi, balki unga ha dedirtadigan muhit yaratadi. U sotmaydi, u ishonch uyg'otadi. Bu jarayon mijoz bilan mustahkam aloqalar o'rnatishga qaratilgan. Yodda tuting, sotuv bu jang emas, muzokara. Bu o'zaro hurmat va tushunishga asoslangan jarayon. Maqsad g'alaba qozonish emas, kelishuvga erishishdir. Har ikki tomon uchun foydali natijaga erishish muhim. Odamni emas, uning shubhasini yengishdir. Bu mijozning ichki qarshiliklarini bartaraf etishga qaratilgan. Masalan, oddiy sotuvchi bu mahsulot eng arzon va eng yaxshi deydi. Bu bosim. Bu esa mijozda shubha uyg'otishi mumkin. Diplomatik sotuvchi esa siz sifatni qadrlaydigan odamsiz, to'g'rimi? Shu sababli men sizga eng ishonchli variantni ko'rsatmoqchiman, deydi. Bu hurmat. Bu yondashuv mijozning ehtiyojlarini birinchi o'ringa qo'yadi va unga qadriyat beradi. Endi sizning navbatingiz. Keling, bu bilimlarni amalda qo'llaymiz. Tasavvur qiling, xaridor sizga narxi qimmat dedi. Diplomatik javobingiz qanday bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiring. Bu video sizga yoqdimi? Demak, siz ham diplomatik sotuv yo'lidasiz. Bu sizning shaxsiy ta'sir kuchingizni oshirishga yordam beradi. Keyingi darslarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Biz bilan birga bo'ling va diplomatik mahoratingizni oshiring.